Ehtiyojliqman. Menmiş yaqin atrofda bir tevpa deb banglar. Dangliq. Dangliq. Go'har yotidi sayda, tanimasa nima payda. Men izlagan tevip. Sizlar emas-da. Men shuda. Sizlar emas-da. Men shuda. To'g'ri tevip ketdimi? Tevipchi aka men yaqiningizga xalqning kendidan baka gap topadigan bo'lib qoldim. Tilingizni chiqiring. Qaylang. Tilingizga bizni dessivanmagandiki yo'g'aroq chiqiring. Tiliniz chiqiring. Tiliniz itning tilidek vildilab ketibdi. Kesel xilib ba. Tevipchi aka buning davosi bormi? Yo'q, saqaymaydi. Qat'iy saqaymaydi. Lekin men saqayta olayman. Bormi zada? Bu kasal mening uzun yillik tadqiqot mevam. Bu kasalga men vatattakkur kasali deb nom berdim. Vatattakkur? Vatattakkur emas, vatattakkur kasali. Bu kasalning yerlik atilishi yo'qmi? Bu kasalning yerlik atilishi bor. Bu kasalni biz tibbiy ilmda tibobetda qo'nqitish kasali deb ta'riflaymiz. Bu kasalga o'ttaldıra dachin va o'luli kapkap, sharbati g'itqiz hamda omili pispas qatorliq yerlik retseptlarga qaraqog'ining poqidan 2 misqal, to'q poqidan 3 gram, to'xtamay qavaydigan qanjiq itning sho'lgidan 3 piyola hamda qarikalining ushluq mingizdan bir tal aralashtirib buni malham qilib qichishib qolgan hamda qisilmagan yalarga tanimiz yoki suvarkalaymiz. 快手，拥抱每一种生活。